Manejandan arzon narxda 2 xonali kvartira ikkinchi etajdan qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun zo'r variant chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. To'g'rimizda do'stlar, Manejandan girib kelaverasizlar. Shuningina 2 dona domla bayız do'stlar, shuni birsida bizani ikkinchi etajda xudo xolasa 68 metr kvadratli 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Agarda sizlardan shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizning oldinda shunday parkovka joyi bor, bog'lari bor, besitka, diski plashatkalar bir zo'rida joylashgan. Yan tarafimizda getadon bo'lsak, Saltanat kafesi. To'g'rimizda mana ish. Zo'r aziz do'stlar, hozir sizlar bilan eshik qismidan ham ko'rib tanib chiqamiz. Ketdik. Aziz do'stlar, kiraverish eshigimizni ko'rib do'stlar, shunday damir eshiklardan qo'yilgan 2 eshik bor ekan. Kenglar, shunday katta koridor, hojatxonasi, yuvinishxonasi alohida, bir dona spalnyamiz bu yerda, ikkinchi zalimiz bu yerda, ividan xonalar bor. Birinchidan tanishtiramiz. Kenglar bu xonasidan tanishtiramiz. Aziz do'stlar, shunday bir spalnyasi. Eng asosiysi bu yerda eng duh konturli kategoriyalar registrlarimiz qo'yilgan, atapleniyasi bor, ishchi holatida. Aynalarimiz plastiklardan alyumin ekan, svetlar kelib turibdi. Remontni lekin remont qilish kerak bu yerda aziz do'stlar. Remontsiz bo'lmaydi. Shuning uchun ham arzon narxda bilasizlar, o'zi bu yerlarda joylarni 380 deb o'tiribdilar, 380, 390 shunday kvartiralar, lekin remontli qilasan. Mana bu remont etib beraverasizlar o'zingiz, kenglar. Bu yoqda hojatxonasi. Shunday kichkina hojatxonasi, yo'l turbalari o'tgan. Mana kelaverasizlar. Tak, bu yerda yana shunday vannada duh konturli kotol joylashgan. Turbalar hammasi ketgan. Ko'rib turganlaringizdan remont talab aziz do'stlar. Remont qilishingiz kerak. Kenglar, zalni ko'ramiz. Shu yerda shunday katta zal. Katta zal endi aboylardan bo'lib turibdi, lekin polni almashlab natish kerak. Pastlarimiz parket bo'l aziz do'stlar. Balkona bu yerdan chiqsangizlar ham bo'ladi, katta balkoni bor. Kuxnya tarafdan chiqsangizlar ham bo'ladi. Aziz do'stlar, patoloklari gipsokardon qilingan, patoloklari normalniy. Endi bir tushirib bir fon bersangizlar zo'r bo'lib turadi, gap yo'q. Eshiklarni almashaysizlar. Kiraverish eshigimiz. Aziz do'stlar, ko'pchilik nalarda bilasizlar, ish yo'ri yo'q bo'ladi. Sababi olib tashlaydilar, uzun dalam bo'lib turadi. Bemalol olsangizlar bo'ladi. Bu yerlar shkaf bo'lib turibdi. Shkaf narsidan foydalangan, bu yerda birozgina betoni bor, olib bersangizlar bo'ladi. Mana shuning bir xonasi. Yo'q, men xona kerak desangizlar, shuning bir xonasi bor. Ya'ni kuxnya shu yerda joylashgan, lekin bu yana chiqarilgan ekan. Qaranglar. Turbalar kelib turibdi, registrlari qo'yilgan doполнительный. Patologlarimiz plastik ekan, gaz sho'tchiklarimiz bu yerga kelib turibdi. Bu yerda yana ko'rib turganlaringizning katta balkon. 2 metr kamida 6 metr sho'racha. Ana undan tashqari plus suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Bu yerga girsak, shunday bir xonasi. Ko'rib turganlaringizning kuxnyani masalan bu yerga ko'chirgan taqdiringizdan aylanlarda shunday yerlar bor, foydalansangiz bo'ladi. Yo'q, katta tamiz biza desangizlar, bemalol o'zlaringiz o'ngingizga qaraverasizlar. 68 metr kvadratda joylashgan, xudo xolasa bizani 2 xonali kvartiramiz. Lokatsiyasiga gap yo'q. Narxini kelsak 335 million. Ustida xayr puli qaytalishi mumkin, lekin ko'p qaytalmaydi. Sababi aytganimni 380-390 lar ham sotib turibdilar. Lokatsiyasi zo'r, ikkinchi etajda vam zo'r. Endi remontini qilish kerak. Aziz do'stlar, agarda sizlar ham shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Reklama aytmayman, ofisga kelaman, ofisda o'zi yozdirib ketaman desangizlar ham bemalol ofisimiz ochiq. Ro'yxatdan o'tib ketasiz, uyingizni tezroq sotishga yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.